Ba'zi ulamolar utrujani ta'bir qilib, uni yomon narsa deganlar. Masalan, u nifoqqa dalolat qiladi deyishgan. Chunki uning sirti boshqa, ichi boshqa bo'ladi. Ba'zi ulamolar uni yaxshi narsadir deganlar. Agar pishgan bo'lsa, toplangan molga dalolat qiladi. Agar xom bo'lsa, yengil kasallikka dalolat qiladi deyishgan. Shuningdek, u yengil tashvish va xafalikka uchragan bolaga ham dalolat qiladi. Aytilishicha, utrujja arab bo'lmagan boy sharafli xotindir. Agar tushida uni ikkiga kessa, katta kasalga uchragan farzand ko'radi. Agar ayol kishi tushida og'zini boshida utruj daraxtidan bo'lgan tojni ko'rsa, uni og'zi ham dini ham chiroyli bo'lgan yigit xotinlikka oladi. Agar hujrasida utrujani ko'rsa, muborak farzand ko'radi. Agar bir kishining tushida bir ayol unga utrujani bersa, unga farzand ato qilinadi. Bir kishi boshqa odamga uni otsa, bu o'zaro qarindosh bo'lish uchun chaqiriqqa dalolat qiladi. Allohu a'lam.